Hazreti İsa yana ko'l bo'yida xalqqa ta'lim berishga boshladi. Uning atrofiga to'plangan xaloyiq intayin ko'p bo'lg'achqa, u bir kemaga chiqib o'ltirdi. Xaloyiq bo'lsa, ko'l bo'yida turishadi. Hazreti İsa ularga tamsil bilan nurg'un hikmatlarni o'rgatdi. U ta'limida mundaq dedi: "Quloq selinglar. Bir dehqon urug' chashqi etizig'iga chiqibdi. Chashqan urug'larning ba'zilari chig'ir yo'l ustiga tushibdi. Qushlar kelib ularni yeb ketibdi. Ba'zilari tuprog'i kam, toshliq yerlarga tushibdi. To'pisi nepiz bo'lganlikdan tezla unib chiqibdi. Lekin cho'nqir yildiz tatmag'achqa kun chiqish bilanla so'lishib, qurib ketibdi. Ba'zilari tikanlarning orsiga tushibdi. Tikanlar o'sib, mayishlarni besib olibdi. Natijada mayishlar hosil beramabdi. Ba'zilari bo'lsa munbat tuproqqa tushibdi. Ular unib chiqqandan keyin o'sib cho'ng bo'lib, yaxshi hosil beribdi. Ularning ba'zilari 30, ba'zilari 60, yana ba'zilari bo'lsa 100 assa hosil beribdi. Hazreti İsa yana mundaq dedi: "Bu so'zlarni qulog'inglarda kim tutinglar." Xaloyiq ketgandan keyin Hazreti İsa'ning 12 shogirdi bilan agashkuchilari uningdan tamsillarning ma'nosini so'rashdi. Hazreti İsa ularga mundaq dedi: "Xudoning podshohligining siri sizlarning bilishinglarga berildi. Lekin podshohligining sirtiklarga hamma ish tamsillar bilan uqtirildi. Buning bilan Xudoning mo'ni so'zlari amalga oshirildi. Qilganlarimga qaraydi, ma'nosini uqmaydi. So'zlarimni anglaydi, tushunmaydi. Bundaq bo'lmasidi, menga qaytatdi, menmi ularni kechirim qilatdim." Ondan Hazreti İsa ularga bundaq dedi: "Sizlar mushu tamsilnimi tushunmadinglarmi? Bundaqda boshqa tamsillarni qandoqmi tushunasizlar? Dehqon chashqan urug' Xudoning so'zidir. Chig'ir yo'lga tushgan urug'lar mundaq odamlarga tamsil qilingan bo'lib, ular Xudoning so'zini anglagan hamon shayton kelib ularning qalbiga tushgan so'zni erib ketadi. Tuprog'i kam, toshliq yerlarga tushgan urug'lar mundaq kishilarga tamsil qilingan. Ular Xudoning so'zini anglagan hamon xushallik bilan qabul qiladi. Holbuki Xudoning so'zi ularda yildiz tatmag'achqa, ular uzunga bardoshlik berolmaydi. Xudoning so'ziga ishonganligidan qiyinchilik yoki ziyonkashlikka uchrasa, darhol Xudo yo'lidan ketnab ketadi. Yana ba'zi kishilar bo'lsa, tikanlik tushgan urug'larga tamsil qilingan. Unda kishilarning ko'ngliga bu dunyoning andishalari, boylikning iziqtirishi va boshqa narsaga bo'lgan havaslar kirib, Xudoning so'zini bo'g'itadi-da, ular hosilsiz qoladi. Yana ba'zi kishilar munbat tuproqqa tushgan urug'larga tamsil qilingan. Ular Xudoning so'zini anglab, qabul qiladi. Xudoning so'zi ularda 30, 60, hatto 100 assa hosil beradi. Hazreti İsa ularga yana mundaq dedi: "Kim chiroqni yiqib, uni dos yoki karvat ostiga yoshirib qo'yadi, u albatta chiroqdan ustiga qo'ymamdi. Har qanday maxfiy ish oshkorlanmay qolmaydi. Yoshirun tutilgan har qanday ish fosh bo'lmay qolmaydi. Bu so'zlarni qulog'inglarda ching tutinglar. Anglaganlaringlarga zehn qo'yinglar. Sizlar qancha ko'p zehn qo'ysanglar, sizlarga shuncha ko'p tushuncha beriladi. Hatto yetib oshqidakmi beriladi. Chunki kimda aql farosat bo'lsa, uningga texmi ko'p beriladi. Lekin kimda aql farosat bo'lmasa, uningda bog' bo'g'nimi elib ketiladi." Keyin Hazreti İsa mundaq dedi: "Xudoning podshohligi yana buningga o'xshaydi. Dehqon tuproqqa urug' chachidi. U kechasi uxlaydi, kunduzi turadi. Urug' unib yetishidi. Lekin u dehqon qandaqsiga bundaq bo'lganligini bilmaydi. Tuproq tabiiy holda hosil beradi. Urug' avval unidi, keyin bosh chiqaradi. Oxirida boshoqlar to'liq don tutadi. Don pishib yetilganda, u dehqon darhol o'g'oq soladi. Chunki hosil yig'ish vaqti kelgan bo'ladi." Hazreti İsa yana mundaq dedi:
Xudoning podsholigini nemiga o'xshatay, qandaq bir tamsil bilan suratlab beray. U go'yo bir talqichi urug'iga o'xshaydi. Picha urug'i butun urug'larning ichida eng kichik bo'lsa-mu, terilgandan keyin har qandaq ziroatdan egiz o'sib, shundoq shoxlaydi-ki, qushlarmu uning soyasida uvlaydi. Hazrati Ayso Xudoning so'zini buningga o'xshash nurg'un tamsillar bilan jamoat tushunalgudek qilib tushuntirdi. Tamsil keltirmay turib, hech qandaq ta'lim bermaydi. O'z shogirdlari bilan yolg'iz qolganida ularga hammani tushuntirib beradi. U kuni kechqurun Hazrati Ayso shogirdlariga ko'lning u qetig'i o'tayli dedi. Shogirdlar xaloyiqdan ayrilib, Hazrati Ayso o'tirgan kemaga tushib, uni elib yurib ketishdi. Ular bilan birga mangan boshqa kemalarmi bor edi. Qattiq bo'ron chiqib, do'lqinlar shundoq urdiki, kemaga suv to'shay deb qolgan edi. Hazrati Ayso kemaning oyoq tarafida yostiqqa bosh qo'yib, uyquga ketgan edi. Shogirdlar uni uyg'otib, "Ustoz, biz g'arq bo'lish oldida turib-atsak, korimiz yo'qmi?" deyishdi. Hazrati Ayso o'rnidan turib, bo'ronga buyruq qildi va to'lqinlarga "To'xta, tinchlan" dedi. Buning bilan bo'ron to'xtab, to'lqin pastlab, hammasi tinchidi. "Nemanchi qo'qisizlar? Texchi ishonchinglar yo'qmi?" dedi. Ular bo'lsa qattiq qo'rqinish ichida bir-biriga "Bu odam zodi kimdi? Hatto bo'ron va to'lqinlarmi uning gapini anglaydi ekan, ha?" deb ketishdi.